Assalomu alaykum qadrli obunachilar. Biz Oqsaroy to'yxonasi yonginasida yangi ochilgan Sharqona marketga keldik. San'atbek ukamiz xudo xolasa birinchi bizneslarini boshlabdilar. Nima gap endi? Assalomu alaykum obunachilar. Ertaga ochilish, bitta obzor qilib bering. Ertaga ochilish bo'lsa, nechida kelish kerak odamlar? Nima sovg'a berasiz? Qanday chegirma berasiz endi ularga? Tanib ketdik. Ukamiz shunaqa qiynalyapti gapirishga. Ertaga soat 11:00 da rasman nima bo'lyapti? Ochilish. Kelishsa nima qilib berasiz? Sovg'a berasizmi? Ertaga 11:00 da do'stlarim, bolajonlar uchun mana shu sovg'alar beriladi. Buni ichsa qon bo'ladi, buni ichsa jon bo'ladi. Jon ichsa. Kelaversinmi? Ha, otangizga o'xshabsiz, otajon. Jannatim akajonim, pampersi xilidan olib kelib qo'yganman. Voh. Ala bo'largani. Bu do'konda hali tovarlar kam-ku, otajon. Endi boshlayapman-da. Obunachilarimiz kelsa, qo'llab-quvvatlab tursa to'ldiramiz. To'ldiramizmi axir yo'qda? Yo'qdirib qo'ymaysizmi? Yo'q. Obunachilar sizga hozir podpiska bosadi, like bosadi, kommentariyani har bittasiga javob qaytaring. Kelishdikmi? Ishlarga omad. O'rtoqlar, sizlarda Sharqona marketda toychog'im bilan kutib qolamiz. Ukamga bitta podpishka bering. Yangi biznesi rivojlanib ketsa, sizga ham savob tegib turadi. Ukamizda endi bitta yangi shiori bor. Sizlar bitta podpishka qilib turasizlar endi, like bosib qo'ying, shuncha harakat qildik. Qani? Sharqona market 24 ga 7 xizmatingizda. Chotki. Mana bo'larkan, ikkalamiz hozir o'tiramiz. Mana shu videoyingizni hozir montaj qilamiz. Keyin o'zingiz ko'rib, o'zingiz harakat qilasiz. Bu